Quyida 2026 yilgi Ravon Neher 3 modeli bo'yicha tayyorlangan video uchun to'liq ma'lumot, dizayn, texnik xususiyatlar, qulaylik va boshqa jihatlar o'zbek tilida. 2026 Neher 3 modeli avvalgi Neher versiyalarining tajribasi va bozordagi ehtiyojlarni inobatga olib modernizatsiyalangan. U shahar ichida qulay, ishonchli va byudjetga yaqin avtomobil bo'lishga intiladi. Tashqi ko'rinish va dizayn. Kuzov dizayni zamonaviy ko'rinishda, old fasadi tor radiator panjarasi, LED faralar va o'tkir chiziqlar bilan jihozlanadi. Panjaralarda va faralar ramkalarida krom yoki qora aksentlar qo'llanadi. Dizayn yanada jozibali bo'ladi. Gildiraklar ehtimol 15 yoki 16 dyumli bo'lishi mumkin. Profil shu bilan birga sportcha uslubga ega bo'ladi. Orqa tomonda LED chiroqlar, sport uslubidagi diffuzer elementlari va aerodinamik detallar qo'shilishi mumkin. Ichki makon va qulaylik. Salon materiallari sifatli mato va sun'iy charm kombinatsiyasida bo'lishi mumkin. Yumshoq to'qima qismlar va dekor ramkalar bilan bezatiladi. Bosh panel, konsol va eshik panellari dizayn jihatidan yangilangan bo'lib, aniq chiziqlar va qirralar bilan ishlanadi. Multimedia tizimi 8-10 dyumli sensor ekrani bilan jihozlanadi. Android Auto va Apple CarPlay qo'llab-quvvatlanadi. Ichki xonada uz portlar, 12 rozetkalar va ehtimol Wi-Fi hotspot funksiyasi bo'ladi. Konditsioner yoki avtoklimat nazorat, orqa havoni tarqatish kanallari, elektr oynalar, markaziy qulf, qulay eshik qulfi funksiyalari bo'ladi. Rul sozlanishi, balandlik va chuqurlik jihatdan, o'rindiqlar esa elektr yoki qo'l sozlamalari bilan bo'lishi mumkin, ehtimol isitish funksiyasi bilan. Texnik xususiyatlar taxminiy. Motor B15-2 nomli bir 485 sim, 5 litr, benzinli 4 silindr, dog' tizimi bilan. Quvvat 106-107 ot kuchi, 78-79 kg. Moment 141.3800 aylanish tezligi rpm. Yoqilgi A92 va undan yuqori sifatdagi benzin tavsiya etiladi. Uzatma qutisi 5 pogonali mexanik va 6 pogonali avtomatik variantlari mumkin. Tormoz tizimi, old ventilyatsiyalangan disk tormozlar, orqa baraban tormozlar. Suspenziya, old mustaqil person turdagi asbob, orqa yarim mustaqil torsion bar tizimi. Gildirak bazasi, o'lchamlar va ogirlik. Uzunlik 300 ot tizim. Kenglik 1690 m. Balandlik 1505 m. Gildirak bazasi 2480 m. Bosh ogirlik mexanik versiya 1192. Maksimal yuklanuvchi massa 1522, avtomatik versiyada bu raqam 1562. Bagaj hajmi 400 litr, orqa o'rindiqlar egilganida 980 litr. Yoqilgi bak hajmi 45 litr. Maksimal tezlik 178-179 km/soat. 100 km/soat tezlanish 12-3 soniya. Yoqilgi sarfi. Shahar ichida 8-100 km mexanik. Aralash rejimda 6-5-100 km. Avtomatik versiyada shahar ichida 9-3-100 km, aralashda 7-100 km. Xavfsizlik va qo'shimcha funksiyalar. Apps va app tormoz taqsimoti tizimlari mavjud bo'lishi kutiladi. Havo yostiqlari haydovchi va yo'lovchi uchun old, qo.